Buxoro zindoni bu oddiy qamoqxona emas, tarixning zulmatli sahifalaridan biri. 18-asr oxirida Mang'itlar sulolasi davrida qurilgan bo'lib, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil topgach rasman yopilgan. Bu zindon inson sha'nini tahqirlovchi qiynoqlar makoni, zulmat va zo'ravonliklar guvohi bo'lgan tarixiy joy edi. Ayniqsa Amir Nasrulloh va Amir Muzaffarxon davrida uning eng faol va shafqatsiz yillari kechdi. Zindon Buxoroning yuragi sanalgan Ark qal'asining shimoliy-sharqiy burchagida qalin devorlar orasida joylashgan bo'lib, ikkita asosiy qismdan iborat: yuqori zindon va quyi zindon. Yuqori zindon bir nechta xonalardan iborat hovli bo'lib, yengil jinoyat sodir etgan mahbuslar shu yerda saqlangan. Ular har oyda 2 marta ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar yalangoyoq zanjirlangan holda Ark maydoniga olib chiqilgan. Quyi zindon esa 5 metr diametrli 6,5 metr chuqurlikdagi konussimon chuqur bo'lib, bu yerga mahbuslar arqon bilan tushirilgan. Oziq-ovqat ham shu tarzda yetkazilgan. Zindonda havo sifati juda yomon edi. Yer va devorlardan suv sizib turgan. Zaharli chayonlar, kaltakesaklar va boshqa hasharotlar bu yerda odatiy holatda. Quyi zindon asosan josuslar, chet elliklar, shubhali elchilar va o'lim hukmini kutayotgan mahbuslar uchun mo'ljallangan edi. Bu yerda siyosiy mahbuslar va ayrim sabablarga ko'ra aybdor deb topilgan xonlikning amaldorlari uchun alohida xona ham mavjud bo'lgan. Shuningdek, qo'zixona deb atalgan joyda mahbuslarga hukm o'qilgan. Shafqatsiz qiynoqlar maskani bo'lgan bu joy xalq orasida Qora zindon deb ham atalgan. 1830-yillarda Buxoroga kelgan inglizlar bilan qisqa muddatli diplomatik aloqalar o'rnatilgan bo'lsa-da, keyinchalik ingliz siyosatchilaridan shubhalangan Amir Nasrulloh ularga nisbatan munosabatini o'zgartiradi. U Rossiya imperiyasiga qarshi kurashda Buyuk Britaniya tomonining xolis yordamini qat'iy ravishda rad etadi. Ingliz elchilari polkovnik Charles Stoddard 1839-yilda, kapitan Artur Connell esa 1842-yilda Buxoroga keladi. Ular Rossiyaga qarshi Buyuk Britaniya homiyligidagi Buxoro, Xiva, Qo'qon ittifoqini tuzishga urinishadi. Ammo ularning bu urinishi behuda ketadi. Charles Stoddard mutakabbirlikda, sharqona diplomatiya qoidalarini hurmat qilmaganlikda ayblanib, amirning farmoni bilan zindonga tashlanadi. 1841-yilning noyabr oyida kapitan Artur Connell Buxoroga keladi va Charles Stoddardni ozod qilishga urinadi. Lekin u ham hibsga olinib, zindonga tashlanadi. Ular 1842-yil iyun oyida Buxoroning Ark maydonida jamoat oldida qatl qilinadi. Bu voqea Yevropada katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Britaniya muzeyi arxivida saqlanayotgan ingliz diplomatlarining Buxoro sarguzashtlari haqidagi hujjatlarda ko'rsatilishicha, 1863-yilda Avstriya-Vengriyalik sayyoh, olim va sharqshunos Armeniy Van Beri darvesh ko'rinishida Buxoroga kelib, zindonga yashirin kirishga muvaffaq bo'ladi. U zindon haqida anchagina ma'lumot to'plashga ulguradi. Biroz fursat o'tgach, uning asl shaxsi haqida shubha paydo bo'ladi va uni zindonga tashlashadi. So'roq vaqtida uning asl shaxsi aniqlanmagach qo'yib yuboriladi. Van Berining zindondan chiqib ketishi bir mo'jiza edi. U Yevropaga qaytgach, zindon haqida kuchli tanqidiy asarlar yozadi. Van Beri o'z asarida zindon yer ostidagi do'zaxni eslatardi deb zindonga ta'rif bergan. Amerikalik diplomat, tarixchi va sayohatchi Yujen Schuyler ham Buxorodagi zindonni ko'zdan kechiradi. O'zining mashhur Turkiston asarida u zindonni quyidagicha tasvirlaydi. Zindon yer ostida joylashgan, tor, qorong'u va havosiz. Mahbuslar oyoqlaridan zanjirlangan. Ko'pchilik ochlik va kasallikdan holdan toygan. Ba'zilar esa qiynoqlarga chiday olmay o'z joniga qasd qilardi. Schuyler Rossiya imperiyasining xonliklardagi istilochilik siyosatini tanqidiy tahlil qilgan kam sonli g'arb vakillaridan edi. Uning 1876-yilda yozgan Turkiston asari bugungi kungacha tarixchilar va tadqiqotchilar tomonidan muhim manba sifatida foydalaniladi. Zindonda faqat jinoyatchilar emas, balki o'z davrining ilg'or fikrli, ma'naviy yetakchilari ham qamalgan. Ulardan biri 19-asrning ikkinchi yarmida Buxoroda yashab faoliyat yuritgan, o'z davrining ilg'or fikrli, islohotparvari, keyinchalik jadidchilik harakatining shakllanishiga zamin hozirlab bergan buyuk siymolardan biri Said Qosimxon edi. U Buxoro amirligida faoliyat yuritgan. Buxoro amiri huzurida diplomatik, ma'muriy va ilmiy ishlar bilan shug'ullangan amaldor, diniy va dunyoviy bilimlarga qiziqgan.
U Buxoroda ta'lim tizimini isloh qilish, ilm-fanni targ'ib qilish tarafdori edi. Yevropadagi ilm-fan yutuqlarini o'rganish kabi g'oyalar bilan chiqadi. Diniy qoloqlikni ham tanqid qiladi. Ammo uning fikrlari o'sha davr ulamolari va amaldorlarining fikrlariga zid edi. Konservativ, ya'ni o'tmish qadriyatlariga yopishib olgan muhit Said Qosimxonning ilg'or fikrlarini xatarli deb bildi. Natijada uni bidatchilikda, isyonkorlikda ayblab zindonga tashlashadi. Zindonda og'ir qiyinchiliklarni boshidan kechirgan Said Qosimxon o'sha yerda vafot etadi. Shuningdek, 19-asrda yashagan, xalq orasida mashhur bo'lgan sufiy pir Shayx Muhammad Sodiq ham zindonga tashlangan. Bu kishi ko'p shogirdlar yetishtirib chiqargan ilmli inson bo'lgan. Amirning nohaq xatti-harakatlarini tanqid qilgani uchun odamlar ongini zaharlashda ayblanib zindonga tashlangan. Zindonda 3 oy saqlangan, ammo xalq noroziligi sababli ozod etiladi. Bu faktlar Buxoro zindoni faqat jinoyatchilar emas, balki ijtimoiy, siyosiy va mafkuraviy xavf sifatida ko'rilgan ilg'or fikr egasi bo'lgan shaxslar uchun ham jazo maskaniga aylanganini ko'rsatadi. Buxoro zindoni bu shunchaki qamoqxona emas edi. Bu yerda insonning or-nomusi, g'ururi, e'tiqodi sinovdan o'tgan. 19-asr oxirlarida yashagan Buxoro tarixchisi Muhammad Zand o'z asarida zindonni shunday ta'riflaydi: zindon qorong'ulik emas, qo'rquvni zimmasiga olgan tuzoqdir. Bugun biz zindon devorlari ostiga shunchaki jim qaramasligimiz, tarixni unutmasligimiz kerak. Tarixni unutganlar uni yana boshdan kechirishga mahkumdir. Zindonning har bir g'ishti, har bir devori, har bir eshigi bizga erkinlik qanchalar qimmatga tushganini eslatib turadi. Zindon qorong'u bo'lishi mumkin, ammo haqiqat nuri quyosh nuridan da yorqinroqdir.